Xo'p, hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozir Muhammadga qildik. Yoshi 5-6 ga to'ladi. Bolalarga ham qilinadi, faqat nima uchun, nima sababdan? Ma'lum bir kasalga qarab, shamollashga qo'yiladi. Ba'zi bir bolalarda o'sha allergik narsa toshi bo'ladi orqalarida. Ana o'sha holatlarga juda ham yaxshi. Immunitetini mustahkamlashga, kasal bo'lmaslik uchun, kasallikni oldini olish uchun ham bu narsa qilinsa juda ham zo'r. Faqatgina bolalarga kichkina bonka kam-kamdan qo'yiladi. Yana foydali tomoni, ko'p shamollaydigan bolalarga qilinsa, o'sha shamollashni oldini oladi bu. Shamollayotgan paytda qilinadi, tavsiya beriladi. Tomoq og'riydigan bolalarga ham tomog'iga qilinadi, tilini tagiga qilinadi, duduqlanadigan bolalarga ham tilini tagiga qilinadi. O'zining ma'lum bir joylari bor, nuqtalari bor. Quloqlarning orqasiga, hattoki cherepni davlenga yosh bolalarga ham qilinadi, faqat bilib turib qilinadi. Keyin ba'zi bir negativchilar bor ekan, hijomada tochka yo'q deb. Hijomada tochka bo'lsin, ya'ni hijoma bilan, tochkalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, sizning rezultatingiz juda ham yaxshi bo'ladi. Muhammadni 3-4 marotaba o'sha olishi hijomani, ya'ni kichkinalik paytidan olib keladi. Bu o'zimning jiyanim Muhammad bo'ladi. Qalay Muhammad? Yaxshimi? Tavsiya beraman, bolalarga ko'p-ko'p hijoma qildirib turinglar.